Zalatoy Korona qarz olib, pulini vaqtida to'lamaydigan do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Bitta like bosing, men sizga hozir juda ham kerakli informatsiyani berib o'taman, qani ketdi. Zalatoydan qarzingiz bor, to'g'rimi? O'shanga uyga xat yuboribdi-da. Hozir men nima qilib bera olaman sizga, aytingchi? Yo'q, pul topishda iloji bo'lsa, foizga bo'lsa ham olardim-da, ishlab uzradim, oymoy. Yo'q, unaqangi meni foizga beradigan tanishim yo'q, biron joyim yo'q aka. Agar Zalatoydan qarzingiz bo'lsa, misol boshqa bankdan ham qarz bermaydi sizga. Qancha qarzingiz bor edi? Bir 200 dan o'tgan edi. 200 ming rubl. Ha, shunday. Necha yildan to'lamay yuribsiz? Bir 8 oy bo'ladi, bir yil bo'ldi. Siz O'zbekistondan a? O'zbekistondan aka. O'zbekiston uyingizga xat borib, bosh og'ritibdi, shunaqami? Shunday bo'lyapti aka. Shunday. Yo'q aka, qarz beradigan odam yoki qanaqadir bankdan men bilmayman to'g'risi. Sizni qarzingiz bo'lsa, boshqa bankdan pul bermaydi. Shunday-da, o'zi bermagan, bironta odam tanish bo'lsa, o'shandan olib foizga bo'lsa ham oymoy uzradim-da, bilinmabdi-da. Yo'q, foizga beradigan odamlarni tanimayman aka, to'g'risi. Ha, shuni biroz so'rayaptim aka. Siz buni eshitdingizmi? Ogoh bo'ling. Qarz oldingizmi, vaqtida to'lang, ertaga uyingizga borib, ota-onangizni boshini og'ritishi mumkin. Ushbu videoga esa like bosib, Zalatoy Korona qarz olgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Ota-onangiz nervini asrang. Pul oldingizmi, vaqt to'lashga harakat qiling, bo'lmasa umuman olmang va telefoningizni blokировка qo'yingki, siz nomingizga boshqa bir do'stingiz pul olib qochib ketmasin.